Bemorimiz kelgandagi shikoyatlari tunda xurrak otishga va nafas yetishmovchiligi hisobiga uyg'onib ketishga shikoyat qilib keldi. Shu shikoyatlari bilan 1 yil oldin septoplastik amaliyoti o'tkazilgan, burundan nafas olishlar tiklangan, lekin xurrak otishlari kamaymagan va nafas yetishmovchiligi saqlanib qolgan. Sleep endoskopiya o'tkazganimizda bemorimizda yumshoq tanglaylar va tilchalik kattaligi shu hisobiga nafas o'tishi qiyinlashgani tashxisi qo'yildi va bugun operatsiyaga oldik. Operatsiyamizni yakunladik. Uvula palata plastika va faringoplastika amaliyotini bajardik. Nafas yo'llarini ochdik. Xudo xolisa xurraklar yo'qolib, tungi apnoylari yo'qoladi.